Assalomu alaykum hamkasblar, hamqishloqlar. Mana alamda doktor buvamiz uyga kelgandik. Buni kir mashinada ichini ochib remont qildik, lekin nima qilganini aytmaymiz. Bu sirligicha qolib tursin. Qiziqqanlar uchun buni mehnatimizga doktor buvani o'zi baho bersin. Yaxshi buni o'rtasida bo'ldi. O'zi kamchilik bor ekan. Shu ustamiz hozir berdi. Ishlayapti yaxshigina. Yana bir kiyimlarni bir teshib ko'ramiz, kiyimlarni yudirib. Soatson biror nima ham chayqaysiz ko'ra. Buni boya ochayotgan paytimizda bitta olganmiz. Ya'ni parashok solasizmi, nima solasiz? Parashok bormi? Men bunda odatda bor-ku, parashokdan ko'ra uni suyuq gel bor-ku, o'shanaqa narsa solamiz.